Hammaga salom, sizlar bilan bugun men Mongo. Akalar, bu mening birinchi videoim va like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Bizning maqsadimiz 100 kun survival qilish, lekin biz cho'lda paydo bo'ldik. Bu degani biz omon qolishimiz qiyin va daraxt bizda yo'q. Ovqat ham yo'q bizda, shuni esda qolsin. Men videoni stop qilib daraxt topishga harakat qilaman. Akalar, men va nihoyat topdim. Men 1 million yilcha yurdim suvda. Akalar, like bosib obuna bo'linglar. Bizning maqsadimiz 20 ta bo'lish. Bizning rivojlanishimizga yordam beringlar. Keyingi video qanday bo'lsin kommentlarga yozib ketinglar. Akalar, men birinchi temirlarimni oldim. Endi toshli aslahalar yasab olamiz. Meni hozirgi maqsadim qishloq topish va tezroq kuchayish. Bo'lmasam, aytdi temir bor ekan. Bo'lmasam biz ancha tez kuchayishni boshlaymiz. Biz qishloq topganimizda juda zo'r ish bo'lar edi. Nima ham deymiz. Qishloq bormi, yo'qmi, farqi yo'q. Biz ketdik. Akalar, buni ko'p marta video davomida aytgan bo'lsam ham, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Biz tezroq 20 ta bo'lsak, videolarimga ko'p har xil kuchliroq modlar, zo'rroq modlarni qo'shib o'ynayman. Sizlar esa mazza qilib tomosha qilasizlar. Ovqatim tugab qoldi. Ovqat bo'lsa zo'r bo'lardi shu atroflarda. Uji kech ham tushib qoladi. Kechqurun nima qilaman? Qishloq hozir xaritadan qishloq topishga harakat qilamiz, bolalar. Akalar, xarita sekin ochilyapti. Menimcha bu atrofda qishloq yo'q. Voyde. Akalar, nimadir topganimga ko'rishamiz. Akalar, men vashshi ko'p narsa topib tashladim. Meni olmos orasida vashshi olmadim ki. Qaranglar, meni qancha narsam bor. Shaxtada kunim o'tib ketdi. Endi men obsidian olaman. Nezirga akalar, ne qurollaring yangi desanglar, o'zi hozirgina yasadim. Deb suvetdan ko'nglim aynib ketadigan darajagacha keldim akalar. Oppa, ana akalar. Hozir endi qilsak bo'ladi. Akalar, men tashqaridan qo'y hamma narsa olib kelgandim. Afsuski, hamma ovqatim tugadi. Ozginchagina ovqatim qoldi. Like bosib obuna bo'lishni unutmaymiz. Eng azobli narsa bu yerdan chiqish akalar. Haqiqiy azob. Qaranglar,
Agar 20 bitta olmosim bor, lekin ustim musor bo'lyapti. Akalar, shuncha mehnat uchun like bosib obuna bo'lamiz. Akalar, men taxminan vashli ko'p yashadim. 4 kun bo'lsa akalar, yotog'im ham yo'qda men. Har kuni akalar shaxtada o'tdi kunim. Temir topib oldim akalar. O'sha temir bilan shunchalik kuchayib ketdim. Ozgincha daraxt oldim. Ana savannadan keyin oddiy daraxtlar bor joy topdim akalar. Shunga hozir o'ynayapman. Mashinalar aytib qo'ylar. Hali yana 14 ta olishim kerak. O'n to'rttani ham olib tashlayman. Sizlar esa 14 ta olgunimcha kanalga obuna bo'ling va like bosing. Bu bizni qo'llab-quvvatlashingizga yordam beradi. Akalar, biz suruv yoqganimizdan beri 14 kun bo'ldi. Mana chekada turibdi. 14 kun ichida men nimalar qurdim? Bu uyimning ichki tarafi. Eshiklarimiz 14 ta obsidian oldik. 10 tasini mana o'ga ishlatdim. Mana uyimiz tashqi ko'rinishi. Orqasiga bezaklar qo'ymadimmi? Bu farqi yo'q. Manetga o'zimdan nimadirlar topib tashladim. Akalar, meni haligacha yotog'im yo'q. Shuning uchun ertalab bo'lishini kutib o'tiraman. Ertalab qo'ylar o'ldirib yota qolaman, keyin videoni yoqaman. Akalar, men mana kravat qo'ydim. Mana bitta crafting table akalar. Mana bitta narsalar, sandiqlar qo'ydim. Bitta toshlar, o'tga rudolar qo'ydim. Buyoqqa keraksizlari. Mana shularni olay. Qornimni ishlataman. Yana nimalar qilsam bo'ladi? Bunisiga, bunisiga. Akalar, bugungi video shular bilan tugadi akalar. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. O'tgancha. Mana mening video boshida toshlarim qancha edi, meni hozir toshlarim qancha. Ko'ringlar. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar.